48 volt bu yerda bor. Mana bularni agar olsak agar yonidan, mana bularni hammasini olsak agar, hozir bu yerda 300 volt 300 amper ku. 300 amper. 300 amperni agar mana bularni yechib taylasam, mana bularni. Mana bularni yechib taylasam, mana yechib tayladim. Oldi. Bularni qo'shimcha qilmadi. Mana qo'shimchalarni olib tayladim. Mana bu 48 volt qolaveradi. Faqat amperi 15 berdi. Agar men bularni hammasini qo'shib chiqsam, yoniga menda yoniga keyin bu tomondan ham yoniga bunday terib chiqsam agar mana bunday ana shunday qilib yoniga terib chiqsam agar mana minusini minusga, plusini plusga qilib bu 48 volt bo'laveradi, qolaveradi. Faqat amper ko'payapti mana kuchi, zapas. Hozir yana qog'ozda ham tushuntiraman.